Hormanglar, hammaga xayrli kech. 2026-yil 18-fevral soat 10dan 10 minut o'tdi. Men Darxon tarafdaman hozir. O'zi boya smenni o'qidim. Bugun ham video tashiyman deb, hozir kechroq bo'lsa ham video qilyapman, video syomka qilyapman. Hamma kuzatib borayotganlar, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab, komment yozayotganlarga hammaga alohida rahmat. Sizlar borsizlar, mana YouTube kanalim ancha qimillab, ancha rivojlanyapti. Faqat skuter olmay, shaharni ham ko'rsatay. Havo ancha isib qolgan shaharda. Sezonlarimiz ham boshlanyapti mana sekin. Yo'lga har kun ishlaymiz. Yomg'irlar ham, qorlar ham sal kamaysa, havo yaxshi bo'lib tursa, bizga yaxshi. O'zimga zakaz berib turinglar. O'zimga zakaz bersanglar, tez masalan bizga ishlar tushadi. Bizga ham zakaz ko'payadi, yog'i havolar ochiq bo'ladi. Eslatib o'tsak, ko'kka o'tgan Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsa, menimcha ertadan boshlanadi. Hammaga yaxshi kayfiyat, kuzatishda davom etinglar.